Bu shirinlikni oddiygina bilinchikdan tayyorladim desam ishonasizmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Shunaqa shohona tortlarni bilinchikdan tayyorlasa bo'ladi. Shunaqa mazali, mayin, baland bo'lib chiqadigan shirinlikni birgalikda tayyorlaymiz. Agar sizga retsept yoqsa, yurakchani bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ysangiz xursand bo'laman. Birinchi bo'lib teshik bo'lib chiqadigan yupqagina bilinchiklarni tayyorlab olamiz. Kerakli masalliqlarni hammasini video ostida yozib qoldiraman. Agar grammlarini retsept bo'yicha tayyorlasangiz, sizni ham bilinchiklaringiz endi bittada o'xshab chiqadi. Kremini esa hamma xohishga qarab krem tayyorlaydi. Men marojna krem tayyorladim. Muzdek qaymoqqa zugusho'nli moloko va vanilin solib quyilguncha mikser qilib oldim. Kremim ham tayyor, bilinchikim ham tayyor. Endi tortni yig'ishni boshlaymiz. Bitta bilinchik va ustiga bir qoshiqdan krem solib chiqamiz. Shu tariqa birin-ketin tortni taxlab chiqamiz. Ustini, chetlarini krem bilan tekislab, ganash tayyorlab olamiz. Issiqqina qaymoqni ustiga shokoladni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ganash tayyor. Tayyor bo'lgan krem ustiga ganashni quyamiz. Xohishga ko'ra bezatamiz. 30 daqiqada shunaqa shohona tort tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab, yaqinlaringizni duosini oling. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da kerakli va foydali retseptlarni topasiz. Ha, aytgancha, agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.